30 soniyada 1 milliard savob egasi bo'lishni xohlasangiz, albatta so'zimni diqqat bilan tinglang. Rasul sallallohu alayhi va sallam mu'minlarning onasi Juvayriya radhiyallohu anha onamizga ajoyib zikrni o'rgatganlar. Zikr quyidagicha: Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rida nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Ma'nosi: maxluqotlarning sonicha, o'zining roziligicha, arshning og'irligicha va kalimalarning siyohichalik Alloh subhanahu va taologa hamd bilan tasbih aytaman debdilar. Mashalloh. Mu'minlarning onasi Juvayriya radhiyallohu anha onamiz bomdod namozidan so'ng Alloh subhanahu va taoloni zikr qila boshladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u zotni shu holda qoldirib chiqib ketdilar. Choshgoh vaqtida quyosh ko'tarilgach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Juvayriya onamizning huzurlariga qaytib kelsalar, hamon o'sha joyda Juvayriya radhiyallohu anha onamiz zikr qilib o'tirgan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam onamizga qarab aytdilarki: "Men seni oldingdan ketganimdan so'ng 4 ta kalimani 3 marta aytdim. Agar sen bugun aytgan barcha zikrlaring bilan bu kalimalarni solishtirib, tortib ko'radigan bo'linsa, bu kalimalar ancha og'ir kelgan bo'lardi" dedilar. Mashalloh. Ushbu zikrni aytishlik uchun atiga 30 soniya vaqtingiz ketadi. 30 soniya ichida bitmas, tuganmas Allohning oldida daraja va savobga ega bo'lasiz. Bu videoni albatta yaqinlarga ham ulashib qo'ying. Alloh salomat qilsin.